Rivojlanishida mujassam nuqsonga ega bo'lgan bolalar korreksion pedagogik ta'limida logopedik ish. Logopedik yondashuv asoslari nutq va tilning rivojlanishidagi muammolarni aniqlash va davolash jarayonlarini o'z ichiga oladi. Logopediya nutq terapiyasining bir shoxobchasi bo'lib, bolalar va kattalarda nutq nuqsonlari, talaffuz, duduqlanish, afaziya kabi nutq nuqsonlari bilan ish yuritadi. Ularning diagnostikasi va reabilitatsiyasi uchun individual rejalar tuziladi. Logopedik yondashuvda o'qitish usullari, o'yinlar va turli tovushlar va so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish texnikalari qo'llaniladi. Har bir bemorni kompleks tahlil qilish terapiya kurslari samaradorligini oshiradi. Yondashuvning muvaffaqiyati psixologik yordam va klinik kuzatuvlar orqali baholanishi mumkin. Nutq nuqsonlari turli sabablarga ko'ra paydo bo'lishi mumkin va ularning bir nechtasi mavjud. Diagnostika esa tajribali mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladi. Eng keng tarqalgan nutq nuqsonlari quyidagilar: artikulatsiya buzilishi, fonologik nuqsonlar, og'zaki abraksiya, dizartriya, stammering. Aniqlash uchun maxsus testlar va baholash usullari ishlatiladi, jumladan logopedik baholash va audiologik tekshiruvlar. Yaxshi natijalar uchun erta aniqlash va aralashuv zarur. Rivojlanishda nuqsonli bolalarda nutq muammolari ko'pincha asab tizimi, eshitish qobiliyati yoki miya faoliyatidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. Taxminan 7-10% bolalar nutq va til rivojlanishida qiyinchiliklarga duch keladilar. Ushbu muammolar autizm, Down sindromi, eshitish qobiliyati pasayishi va yoki rivojlanishdagi boshqa nuqsonlar natijasida paydo bo'lishi mumkin. Erta aralashuv va logoped bilan muntazam mashg'ulotlar bolalarning nutqini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Logopedik terapiya orqali bolalarning nutq qobiliyatlari oshib, ularning jamiyatda faol ishtirok etishlari osonlashadi. Rivojlanishda nuqsonli bolalar uchun individual yondashuv va mutaxassis mashg'ulotlari juda zarur. Korreksion va pedagogik metodlarning o'zaro ta'siri bolalarni individual rivojlantirish va ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunda korreksion metodlar o'quvchilarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus usullarni qo'llasa, pedagogik metodlar umumiy ta'lim jarayonini tashkil etadi. O'zaro ta'sir natijasida o'quv jarayoni moslashuvchan va samarali bo'ladi. Masalan, o'quvchilarning 70% dan ortiq korreksion metodlar qo'llanganda yaxshi natijalarga erishadi. Ushbu metodlarning birgalikda qo'llanishi bolalarning qobiliyatlarini maksimal darajada rivojlantirishga yordam beradi. Rivojlanishda muammolar mavjud bo'lgan bolalar uchun bu yaqin kelajakda muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuv imkoniyatlarini yaratadi. Bundan maqsad, ya'ni bolalar bilan logopedik mashg'ulot o'tish jarayonida ular bilan guruhli ish olib borish, ularning bir-biriga bo'lgan munosabatlarini yaxshilaydi va hamda ularda kelishib ishlash, ya'ni har bir o'yin jarayonida ular guruhli bo'lib ishlash bilan birgalikda bir-biri bilan muloqot almashinish va o'zlarida bor, misol uchun o'yin turlaridan boshqa bolalarga ham mana shu o'yin o'rgatish va o'z nutqida bo'lgan so'z boyliklari, lug'atlarni bir-biri bilan almashishga yordam beradi. Shuning uchun ham bolalarda guruhli mashg'ulot o'tish jarayonida mana shu narsalarga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Logopedik diagnostika usullarida nutq muammolarini aniqlash va baholashga yordam beradi. Bular quyidagilarni o'z ichiga oladi: kuzatish, bola yoki kattalarning nutq faoliyatini bevosita kuzatish, suhbat, mijoz bilan suhbat orqali muammolarni tushunish, testlar, maxsus testlardan foydalanish, masalan, artikulatsiya, fonematik, eshitish testlari va eksperimental usul, ya'ni turli tajriba usuli bo'lib, turli mashqlar orqali taxminlarni sinovdan o'tkazish. Logopedik baholash texnologiyalari kompyuter diagnostikasi kabi zamonaviy vositalarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Ushbu usullar nutqning ravonligi, tovushlarni talaffuz qilish, so'z boyligi va sintaktikasining baholash uchun qo'llaniladi. Har bir usul individual yondashuvni talab qiladi va diagnostika natijalari logopedik reja tuzishda asos bo'ladi. Bolalarda tug'ilgan kunini nishonlash uchun aniq dalil yetishmagan bolalar bilan logopedik ish olib borish qiyin bo'lishi mumkin.
Logopedlar bu bolalarning nutq va til rivojlanishini yaxshilash uchun individual yondashuvlar qo'llashi kerak. Dastlabki baholash orqali bolaning nutq muammolarini aniqlashda o'yinlar, vizual materiallar va interaktiv mashg'ulotlar ishlatiladi. Maqsad bolalarni o'zini ifodalash va ijtimoiy muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Doimiy ravishda kuzatish va qayta baholash jarayoni terapiya muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Ota-onalar bilan yaqin hamkorlikda ishlash bu jarayonni yanada samarali qiladi. Bolaning motivatsiyasini saqlab qolishi muhimdir.